Umri davomida bir marta bo'lsa ham bel og'rig'idan shikoyat qilmagan odam bo'lmasa kerak. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun eng keng tarqalgan shikoyatlardan biri bel og'rig'i to'g'risida batafsil gaplashamiz. Nima uchun beli og'rigan odam davo muolajalarini oladi, lekin bel og'rig'idan butunlayga xalos bo'la olmaydi? Sababi biz aynan o'sha bel og'rig'iga sabab bo'layotgan kasallikni topib olishimiz kerak. O'shandagina bel og'rig'idan butunlayga xalos bo'lishimiz mumkin. Beli og'rigan odam vrachga boradi, vrach uni MRT ga jo'natadi. MRT ga borib tushgandan keyin unda bel umurtqasi grijasi, ya'ni churrasi aniqlanadi. 3 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm har xil o'lchamda aniqlanadi. Lekin bel og'rig'iga 15-20% holatlardagina bel grijasi sabab bo'lishi mumkin. 80-85% holatlarda bel og'rig'ining sababi butunlay boshqa narsa bo'lib chiqadi. Bemorda bel grijasi tashxisi qo'yilgandan keyin unga o'sha joydagi og'riqni qoldirish uchun Rotalfin, Diklofenak, Naklafen kabi dorilar, venoz bosimni pasaytirish uchun o'sha joyda ellizin essenat natriy xlorga qo'shib qo'yilishi mumkin. Muskullarning tarangligini, spazmini kamaytirish uchun midakalm dorisi qilinadi. Bundan tashqari B komplekslar, Trental kabi dorilar qo'llaniladi. Bu kompleks standart dorilar bu grijani davo muolajasi hisoblanadi. Shu muolajani olgandan keyin bemorlarning 15-20% da og'riqlar to'xtaydi va bir necha yillar davomida uni bel og'rig'i bezovta qilmaydi. Lekin asosiy 50-60% bemorlarda esa og'riq to'xtaydi vaqtinchalikka, lekin bir necha oydan keyin og'riq yana qaytadan boshlanadi. 15-20% bemorlarda umuman bu lecheniya ta'sir qilmasligi, ya'ni og'riqlarni kamaytirmasligi ham mumkin. Buning asosiy sababi bel umurtqasida boshida aytganimizdek grija bu bitta sababi. Bundan tashqari bel og'rig'ining sabablari ko'p. Aynan sababini topishimiz kerak bo'ladi. Quyida sizlarga bel og'rig'iga olib keladigan asosiy 6 ta sababni batafsil tushuntirib beraman. Men bilan tibbiy bilimlaringizni oshirmoqchi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling, podpisatsiya qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Hozir sanab o'tadigan kasalliklarimdan qaysi biri sizda borligini kommentariyada yozib qoldiring. Demak, boshladik. Bel og'rig'ining 6 ta sababining birinchisi bu umurtqadagi muammolar hisoblanadi. Bularga kiradi osteoxondroz, protruziya, grija, ekstruziya, spondilolistis, spondilioz, spondilit, spondiloartroz, gemangioma, umurtqa pog'onasi kistasi kabi kasalliklar bular 6 ta sababning birinchisi hisoblanadi. Bulardan osteoxondroz bu kasallik hisoblanmaydi. Bu tashqi muhitga organizmimizning, ya'ni umurtqa pog'onamizning moslashishi hisoblanadi. Bu nima degani? Misol uchun kitob o'qiydigan yo kompyuterda nimadirni egilib qiladigan holatda ish qilinsa, o'sha holatda umurtqamiz uzoq vaqt turganda nagruzka tushmaslik uchun miya avtomatik o'sha umurtqani o'sha qiyshaygan holatida mikroelementlar ajratib qondan, xalq tilida tuz deyiladi, umurtqani o'sha holatda qiyshaygan holatda qotirib qo'yadi. Bu holatda ko'p ishlangandan keyin turib to'g'ri o'tiray desa, o'sha ko'krak sohasi, bo'yin sohasidagi umurtqalar og'riydi. Ya'ni qaddini tik tutaman desa, tolib, og'rib ketaveradi va o'sha qiyshaygan holatga tushib olsa, biroz yengillik bo'ladi. O'sha umurtqani qirsillatganimizda o'sha joydagi tuzlar, ya'ni mikroelementlar ko'chadi va qon aylanishi yaxshilanib, biroz yengillashadi. Lekin miya yana o'sha joyga mikroelementlarni to'plab bir necha daqiqadan keyin yana qotirib qo'yadi. Keyingisi protruziya. Protruziya o'zi umurtqa pog'onasi tanasi bo'ladi, suyak qismi va u ikkita suyak tanasining o'rtasida disk bo'ladi. Diskning ichki tarafida dirildoq modda bo'ladi, ustida fibroz parda bo'ladi. Fibroz parda juda baquvvat bo'ladi. Bu umurtqamiz qiyshayganda har xil tarafga sakraganimizda amortizatsiya vazifasini bajarib turishi kerak bo'ladi. Endi protruziyada bosim oshishi natijasida qaysidir tarafga qiyshayshi, umurtqaning qiyshayshi natijasida o'sha tarafdan dirildoq modda oqib chiqa boshlaydi. Ya'ni tashqariga chiqa boshlaydi. Bu hozir aytganimdek qaysidir tarafga nagruzka ko'proq tushib qiyshaysa, bosim oshsa, o'sha tarafga qarab oqib chiqadi. Bosim oshishiga o'sha tarafdagi muskullarning spazmi, tortishishi sabab bo'ladi. Muskulning tortishiga ichki organ sabab bo'lgan bo'lishi mumkin, vegetativ nerv sistemasi, parasimpatik, simpatik nervlar sabab bo'lgan bo'lishi mumkin.
Qachonki biz simpatik parasimpatik nervni to'g'rilamasak, ichki organlardagi problemalarni to'g'rilamasak, chanoq suyagimiz qiyshaygan bo'lsa, o'sha tarafga umurtqani tortib ketayotgan bo'lsa, chanoq suyagini to'g'rilamasak, umurtqa to'g'ri bo'lmaydi. Umurtqa to'g'ri bo'lmasa, grija oqib chiqishda davom etaveradi. Kasallikning asosiy sababi davolanmaydi. Bu yerda protruziyada fibroz halqa yirtilmagan bo'ladi. Asosan 3 gacha bo'ladi, oqib chiqa boshlaydi. Keyin fibroz parda yirtilgandan keyin hali grija oqib chiqishidan oldin ekstruziya deyiladi. Keyin dirildoq modda fibroz pardadan tashqariga oqib chiqqandan keyingina uni grija deb ataymiz. Grijaning o'lchami 3 dan katta bo'ladi. Grija deb ataladi. Keyingi kasalligimiz spondilit kasalligi. Spondilit kasalligi umurtqa pog'onasining surunkali yallig'lanish kasalligi hisoblanadi. Bu asosan sil, ya'ni tuberkulyoz kasalligida uchraydi. Keyingisi spondiloartroz. Spondiloartroz umurtqa pog'onasidagi bo'g'imlarning tog'ay qismining yemirilishi hisoblanadi. Keyingisi spondilyoz. Spondilyoz umurtqa pog'onasida tanasi, ya'ni suyaklarining shakli o'zgarishi, osteofit deyiladi. O'sib chiqib, suyaklar o'zgaradi, shakli o'zgarib qoladi. Bu spondilyoz deyiladi. Keyingi kasallik osteoporoz, ya'ni umurtqa tanalarining yumshab, mo'rtlashib qolishi hisoblanadi. Bunda mo'rtlashish natijasida umumiy umurtqada kompressiya bo'lib, nervlar qisiladi. Umurtqalar qiyshayishi mumkin. Keyingi kasalligimiz mana MRTning tagidagi zakljuchina xulosa qismini o'qiladigan bo'lsa, ko'pchilikda bo'ladi. Bu gemangioma degan diagnoz qo'yiladi. Gemangioma nima? Gemangioma bu xavfsiz shakldagi qon tomir o'smasi hisoblanadi. Bu bo'lishi mumkin terimizda ham oddiy holimiz bu gemangioma hisoblanadi. Xuddi o'sha narsa suyakda bo'lishi mumkin, jigarda, ichki organlarda bo'lishi mumkin. Bu xavfsiz qon tomir o'smasi hisoblanadi. Lekin qachon xavfli bo'ladi u? Misol uchun, belda gemangioma bor. Gemangiomani qattiqligi umurtqa pog'onasi tanasi, ya'ni suyakning qattiqligidan yumshoq bo'ladi. Shuning uchun u 1 santimetrdan katta bo'ladigan bo'lsa, umurtqa pog'onasi sinib ketishi mumkin, ya'ni ko'tara olmasdan sinib ketishi mumkin. 1 santimetrdan katta bo'ladigan bo'lsa, uni operativ olib tashlab, joyiga sement quyiladi. Kichkina bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqa lechina kerak emas va gemangioma og'riq bermaydi. Keyingi umurtqadagi eng keng tarqalgan kasalliklardan bittasi va xavfliroq kasalligi spondilolistez, ya'ni umurtqa mana tanasining bittasining oldinga antilistez yoki orqaga retrolistez siljib qolishi hisoblanadi. Ya'ni bitta umurtqa boshqalariga nisbatan siljib qoladi. Bunda grijalarda, protruziyalarda bitta dona nervni qisadigan bo'lsa, spondilolistezda, ya'ni umurtqa pog'onasi siljiganda butun orqa miyani qisib qo'yishi mumkin. Bu xavfliroq hisoblanadi. Uni 5 o'zi siljishlari bor, stepenlari 5 gacha siljigan bo'lsa, davolash oson. Buni kinezologik korreksiyalar orqali davolasa bo'ladi. 5 dan 10 gachani davolash imkoniyati bor, lekin 100% emas, 50-50. Ya'ni umurtqani to'g'rilaymiz, to'g'rilangandan keyin yana siljish ehtimoli bo'ladi. 10 dan yuqori siljishlar to'g'ridan-to'g'ri neyroxirurg operatsiyasiga yo'llanma hisoblanadi. Bunda ham operatsiya qanaqa qilinadi? 10 dan ortiq siljish bo'lsa kuzatiladi. Og'riq kuchli bo'lsa operatsiya qilinadi. Og'riq bo'lmasa, bemorning ahvoli stabil bo'ladigan bo'lsa faqat kuzatuvda turiladi. Og'riq bo'lgan vaqtda operatsiya qilinishi mumkin. Lekin praktikada, tajribada 12 lik umurtqa pog'onasi siljishini ham joyiga qaytarganmiz. Ikkinchi asosiy sabablarimizdan bittasi bu travmalar hisoblanadi. Travmalar yiqilish, urilish natijasida bo'lishi mumkin. Bunda travma prosta og'ir yuk ko'tarishimiz natijasida belimiz ushab qoladigan bo'lsa, ya'ni beldagi nervlar qisilib qoladigan bo'lsa, buni oddiy og'riq qoldiruvchi ukolasak yoki pokoy rejim tinch holatda yotadigan bo'lsak, 2-3 kun yotadigan bo'lsak, bu og'riq o'z-o'zidan o'tib ketadi. Ya'ni noqulay harakat qilganimizda o'sha joydagi mышцалар taranglashdi va umurtqani qisib qo'ydi. Bemalol yotganimizdan keyin oddiy og'riq qoldiruvchilar bilan qo'yib yuboradi, muskul qo'yib yuboradi, umurtqadagi nervlar siqilishi yo'qoladi. Bu xavfsiz holati. Lekin travmalar kuchliroq travma bo'ladigan bo'lsa, o'sha joydagi umurtqaning siljishiga, sinishiga olib kelishi ham mumkin. Bu vaqtlarda albatta travmatolog bilan maslahatlashish kerak. MRT natijalariga, rentgenlarga qarash kerak bo'ladi. Keyingi uchinchi sababimiz bu 50% holatlarda bel og'rig'iga olib keluvchi juda ko'p uchrovchi sabab. Bu mushak sistemasidagi muammolar hisoblanadi.
Mushak sistemasidagi muammolar qanaqa bo'ladi? Umurtqaning orqa tarafdan, oldi, ikkita yon tarafdan muskullardan iborat bo'ladi. Bu muskullarning buzilishi natijasida umurtqada qiyshayishlar, skolioz, lordoz, kifoz kabi holatlar kelib chiqishi mumkin. Umurtqa qiyshayishi natijasida o'sha qaysi tarafga qarab qiyshaygan bo'lsa, o'sha tarafga og'riq beradi, muskullar spazmi natijasida. Bunda MRTga qaraydigan bo'lsak ham, asosiy muskullari umurtqa pog'onasining ikki tarafida PPM, поясничный подвздошный mышца bo'ladi. Bel yonbosh muskuli. Bel tarafdan boshlanadi, yonbosh ichki tarafidan ulanib muskul son suyagiga borib birikadi. Bu muskul ikkita tarafda umurtqaning proporsiyasini, ya'ni teng holatda to'g'ri turishini ushlab turadi, boshqarib turadi. Qaysidir bittasi qisqarib, qalinlashib qolgan bo'lsa, ikkinchisi ingichkalashib, uzayib ketgan bo'lsa, qalinlashgan tarafida og'riq bo'ladi. Lekin asosiy sabab bu ishlamayotgan, cho'zilib ketgan tarafda bo'ladi. Bu tarafdagi muammoning sababi topib davolangandan keyin bu muskul qo'yib yuboradi va og'riq doimiyga ketadi. Buni MRTda ham ko'rsa bo'ladi. Belida og'riq bor odamda doimiy o'sha muskul bir tarafi qisqargan, ikkinchi taraf cho'zilib qolgan holatda bo'ladi. 4-sababimiz ichki organdagi muammolar. Ichki organdagi muammolar bel og'rig'iga juda ko'p sabab bo'ladi. Bu qanaqa bo'ladi? Birinchidan buyuragimiz og'risa belga og'riq beradi. Bu to'g'ridan to'g'ri og'riqqa kiradi. Ya'ni buyrak o'sha bel sohasi ikkita yonbosh sohasida joylashgan bo'ladi. Belning yon tarafida belga og'riq beradi. Bundan tashqari, xohlagan ichki organimiz, o't qopi bo'lsin, jigar bo'lsin, ginekologik, urologik taraflar, ichaklarimizda o'ng va chap tarafda qaysidir tomonda muammo bo'ladigan bo'lsa, o'sha tarafdagi organdagi problemani, muammoni himoya qilish maqsadida og'riq hisobiga miya o'sha joydagi muskullarni taranglashtiradi, qotiradi. Ushlab ko'rganda ham ichki organda ma'lum bir qismlarda qotishlar, taranglashishlar bo'ladi. Bu taranglashishlar har bitta muskul umurtqaga kelib bog'langan. O'sha bog'langan, ya'ni kelib yopishgan umurtqani ham o'ziga qaratib tortadi. O'ng tarafda spazm bo'lsa, o'ng tarafga qaratib tortadi va o'sha umurtqada o'sha segmentida qisilish yuzaga kelib, ma'lum bir yillardan keyin grija keltirib chiqaradi. Biz grijani operatsiya qilib olib tashlaganimiz bilan, o'sha joyda miya relaksantlar bilan, muskullarni massaj bilan bo'shashtirganimiz bilan bu ichki organdagi problemani hal qilmasak, o'sha organ yana o'sha tarafga qaratib qisib qo'yadi. Buni kinezologik korreksiyalar orqali, testlar orqali aniqlab davolasa bo'ladi. Keyingi 5-sababimiz neyrogen sabablar hisoblanadi. Bulardan eng keng tarqalgani ischias, ya'ni sidalish nerv yallig'lanish sindromi hisoblanadi. Bunda sidalish nerv 3, 4, 5 bel umurtqalari va dumg'aza sohasidan chiqib, chanoqdan o'tib sonning orqasi bo'ylab tovongacha boradi. Bunda sonning orqasidan tovongacha tortishib og'rishlar yuzaga keladi. Keyin neyropatiyalar, radikulitlar, bular neyrogen sabablarga kiradi. Radikulit nervlar chiqadigan ildiz joyidagi paylar shinib, nervni qisib qo'yadi. Bu ham belga og'riq beradi. Va oxirgi 6-sababimiz bu psixosomatik kasalliklar, ya'ni organizmning emotsional holatiga bog'liq bo'lgan holatlardagi bel og'rig'i hisoblanadi. Juda ko'p eshitganmiz, asabiylashgan holatimda belim og'riydi, boshqa vaqtda og'rimaydi. Tushkunlikka tushib, nimadandir xafa bo'lsam, belim og'rib qo'zg'ab qoladi, boshqa paytda og'rimaydi. Yo belim og'rib turgan holatda to'y yo bozor, qanaqadir o'zimga yoqadigan holatdagi ishlarni kuni bo'yi qilsam ham og'riq bezovta qilmaydi degan odamlar bo'ladi. Bular hammasi organizmning emotsional holatiga bog'liq bo'lgan bel og'riqlari hisoblanadi. Shu o'rinda yana bitta narsani aytib o'tishim kerakki, hozirgi kunda juda ko'plab uchrayapti. Koksartroz, chanoqson bo'g'imining yemirilish kasalligi. Bu ham belga va chov sohasiga og'riq berishi mumkin. Biqin sohasi, chov sohasiga og'riq beradi. Bemorlarimiz boshida aytganimizdek, belida, pahviy zonada og'riq bilan vrach ko'rigiga boradi. Unga MRTga jo'natilganda beldagi og'riqni aytganligi uchun belini MRT qilinadi. Belda grija chiqadi, grijaga yillar davomida davo muolajalarini oladi. 3-4 oy yaxshi yuradi, yana og'riydi, yana oladi, 3-4 oy yaxshi yuradi. Mana shu tartibda davo muolajalarini olib yuradi. Va oxirida davo muolajalari ta'sir qilmay qolgandan keyin qaysidir yana vrachga boradi. U o'sha chanoqson bo'g'imini ham MRT qilish kerakligini aytganda borib tushganda o'zi 3-daraja, 4-darajaga o'tgan holatlarda bizga kelishyapti.
Yemirilishning birinchi, ikkinchi darajasini to'liq davolasa bo'ladi. Ortga qaytar jarayon hisoblanadi. Og'riqlar 100% to'xtaydi, tiklanadi. 3-4 darajada og'riqlarni kamaytirsa bo'ladi, yurish, turish, hayot tarzini ancha yaxshilasa bo'ladi, lekin suyak qayta tiklanmaydi. Faqat o'sha yemirilishni o'sha bosqichida to'xtatib qo'yishning imkoni bor. Grijaga aldanib qolib, beldagi og'riqni faqat grijadan bo'lishi mumkin deb boshqa kasalliklarni esdan chiqarib qo'ymaslik kerak. Keyingi yana ahamiyat beradigan narsamiz, siz turganingizda og'riq kam, yotganingizda og'riq kam, og'riq faqat o'tirgan holatingizda kuchayib ketyaptimi? Demak, sizda dum umurtqasida qiyshaysh yoki qanaqadir travma bo'lishi mumkin. O'tirganimizda dum umurtqasiga bosim tushadi va belda og'riq paydo bo'ladi. Yurganda, yotganda og'riq kamayadi. Bunda belga chalg'ib qolmasdan dum umurtqasini davolash kerak bo'ladi. Dum umurtqasini faqat operatsiya bilan davolash shart emas. Juda qiyshayib yo sinib ketmagan bo'lsa, buni kinezologik korreksiyalar orqali, osteopatiya orqali joyiga to'g'rilasa bo'ladi. Yana ahamiyat beradigan bir jihatimiz, bizga kelayotgan bemorlarda, ayol kishilarda og'riqlar ko'pincha asosiy sababi chanoq sohasidan bo'lib chiqyapti. Ya'ni ular tug'ruq jarayonida, boshqa vaqtlarda chanoq suyaklari ochilgan holatda bo'ladi. Keyin 40 kun chilla saqlanish degan narsa bor narsa, lekin bizda ishga chiqib ketiladi, ma'lum mehnatlar qilinadi va chanoq suyaklari joyiga joylashmay qoladi. Buning natijasida belga tushadigan nagruzka proporsiyasi o'zgaradi va ma'lum bir tarafga ko'p nagruzka tushib, grija kelib chiqadi va og'riq beradi. Biz grijani davolaganimiz bilan ma'lum paytgacha 2-3 oyga yaxshi yurib, yana qaytalab qolaveradi. Qachonki biz chanoq suyaklarini har bittasini simfiz, yonbosh suyagi, o'tirg'ich suyagi har bittasini bir-biriga korreksiyasini, proporsiyasini to'g'rilab berganimizdan keyin belga tushadigan nagruzka tekis tushadi va beldagi og'riq o'z-o'zidan yo'qoladi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bel umurtqasi grijasi faqatgina 20% holatda kasallikning asosiy sababi bo'lishi mumkin. 80% holatda esa grija bu shunchaki boshqa kasalliklar natijasida umurtqa pog'onasida kelib chiqqan asorat hisoblanadi. Bu asoratni davolash, kasallikning sababini davolamasdan faqat asoratni davolash xuddi tomog'i og'rigan bola temperatura qiladi. Uning faqat temperaturasini tushirish uchun paracetamol berib, issiq tushiruvchilar berib turgan bilan bir xil. Biz qachonki o'sha tomoqdagi infeksiyaga dori bersak, bolada temperatura doimiyga yo'qoladi. Xuddi shuningdek, shunga o'xshash, grijani davolash uchun ham grijaga olib kelgan sabab kasallik topib davolansagina, grija qaytalamaydi, keyin so'rilib ketadi joyiga. Agar sizni ham bel og'riqlari bezovta qilayotgan bo'lsa va sizda aynan sabab bel grijasidan bo'layotgan bo'lsa, YouTube kanalimda sidalish nerv va bel grijasi uchun eng samarali mashqlar degan kontentim bor. O'shani bajarsangiz bo'ladi. Agar sizda boshlang'ich bosqichlar, grijani razmeri kichkinaroq bo'lsa, bu mashqlar sizga juda katta foyda beradi. Agar og'riqlaringiz kuchli bo'lsa, grija razmeri katta bo'ladigan bo'lsa yoki siz davo muolajalari olyapsiz, lekin natija bo'lmayotgan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizning og'rig'ingiz sababini topib, davolashda yordam beramiz.